Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bugun montajimiz tayyor. Hop, T7 yo'l Highland. Mana ko'rib turganlaringdek nasos qo'yilgan davleniyani ko'tarish uchun. Hop, stabilizator qo'yilgan. Gaz filtr mana gaz kirishda bor. И расширительный bachok. Mana manometr qo'yilgan. Davleniyani ko'rib turganlaringdek 1,5 dan balandroq. Hop, nastroykasi haqiga kelsak, nastroykasi. Demak, pelis bilan ini birdan bosamiz. Hop, bizga D97 kerak, qo'shimcha papkalar ochib olish uchun. Mana D97 ga kiramizda. Demak, 17 ni saqlaymiz. 17. Mana ini bosib turish yo'li bilan D97 ga 17 ni saqlab olamiz. Shunda qo'shimcha papkalar ochiladi. Demak, D0 bu qozonni kilovati. Ba'zi 18 kilovatlik, 24 ham bo'lishi mumkin. Demak, 7 dan 18 kilovat o'rtasida bu sozlanadi. Ba'zi 14 kilovatga qo'yilgan. Bitta o'zi 3 xonali kvartira. Hop. D0 demak qozonni kilovati. Holatga qarab kilovatni ko'tarish yoki tushirish mumkin. Ko'tarishdan maqsad endi gaz past joylarda kilovatni balandroq ushlash kerak. Maksimal darajada ishlash uchun endi gaz normada bo'lgan joylarda xonani kvadratiga qarab 10 ga 1 nisbatda kilovatni pastlatib qo'yilsa, demak ekonom variantda ishlayib boradi. Xo'p, D1imiz. D1 nasosni ishga tushirish vaqti. Demak, nasos demak kotel ishlab qizigandan keyin o'chgandan keyin nasosda pauza bo'ladi. Shu oraliq 2 minut. Demak, o'chganda har 2 minutda nasos bir ishga tushadi. Holatga qarab yana qayta ishlab ketadi. Demak, 2 zavod normasi bu 5 minut. Men 2 ga qo'yib qo'ydim. Hop. D2. D2miz hop 5 minut. Buni blokirovka vaqti deyapti. Instruksiyasida zavod 2 dan 60 gacha sozlaydi. Normasi 5 bo'ladi. Hop, keyingi nastroykamiz D17. D17. Demak, D17miz. D17miz 0 bo'ladi. Nastroyka bo'yicha, instruksiya bo'yicha keyingi demak, keyingi parametrimiz D17 dan keyin D18 nasos ish rejimi. Demak, D18 ni nasos ish rejimi. Demak, 1 komfort rejim doim ishlaydi. 3 ga qo'ysak, bu tejamkor rejim. Demak, nasos o'zi vaqti bilan avtomatik tarzda o'chib, yonib ishlaydi. 3 ga qo'yilsa, demak, ekonom bo'ladi. Что nasos doimiy ishlab yotmaydi. Bir rejimga qo'ysa, 1 ga qo'yilsa, nasos постоянно ishlaydi. 3 da ekonomga ishlaydi. Hop, keyingi parametrimiz D20. D20 bu ikkinchi konturda gradusini chegarasi. Bu zavod 65 tavsiya beryapti. Demak, 65 da qoladi. Keyingi nastroykamiz D26. D26 qo'shimcha relay deyapti instruksiya bo'yicha. Demak, bu tashqi qurilmalar ishlatish uchun buni demak o'zgartirish shart emas. Qo'shimcha qurilmalar qo'shilganda demak, zavodning normasi bu 2 bo'ladi. Demak, D26miz 2.
Xo'p, keyingisi D27. D27da 2 turadi. Instruksiya bo'yicha bu ham. D28da bu ham 2 turadi. Instruksiya bo'yicha. Xo'p, D46. D46 nasos turi deyapti. Bu modelda yo'q. Demak, D50. Mana D50imiz bu minimal оборот. Demak, 0 dan 300 gacha saqlanadi. Minimal оборот nimaniki? Bu ventilyatorda minimal оборoti. D51imiz maksimal оборот. Xo'p, D50imiz ko'rib turganlaringdek bu 30 turibdi. Buni ham demak 300 gacha sozlash mumkin. Bu ventilyator оборотini tezlatadi. Demak, gaz past joylarda tavsiya etiladi, что balandroq ushlash. Hop. Keyingi nastroykamiz demak D71. D71 nima? Maksimal isitish gradusini o'zgartirish, o'rnatish aniqrog'i. Demak, D71da mana hozir 75 turibdi. Demak, bu kotyolda maksimal 75 gradusgacha isitadi. Mana bu quloqni buraganingizda shu maksimal 75 ga chiqadi. Shuni agar biz demak 85 gacha saqlashimiz mumkin. Mana 85 qilib saqlab qo'ysak, demak buni burasangiz 85 gradusgacha ko'taradi. Biz buni hozir 80 qilib saqlab qo'yamiz. Demak, mana 80 qilib saqlanganda D71 bu murvatni buraganingizda maksimal shu 80 gacha chiqadi. Xo'p, D72 ichki nasosni ishga tushirish vaqti. Demak, u D1imizdagi parametrda qiymatini shu yerda chegaralab qo'yish mumkin. Mana biz hozir 10 oraliqda qo'yganmiz. D1da 2 qilib saqlaganmiz. Demak, hop, D75 endi keyingi nastroykamiz. Buni instruksiya bo'yicha normasi 45, 2 dan 90 gacha saqlash mumkin. Hop, keyingi nastroyka D78. Demak, bu 78 ikkinchi har konturda gradusini cheklash. Buna yana 70 qo'yilgan ikkinchi kontur. Keyingi nastroykamiz demak D93. D93 nima? Bu 0 dan 99 gacha kotyolga kod qo'yiladi. Lekin bu parametrda o'zgartirmaganlaring ma'qul. Chunki mana 2 qo'yib qo'yilgan bunga. Demak, D93. D94. Ashikalar saqlab qolsa, shularni o'chirib tashlash. D94da kotyol saqlab qolgan ashikalarni tozalab yuborish. Demak, D94 bu modelda yo'q, ba'zi modellarda bo'ladi. Xo'p. Endi D96 bu zavod sozlamalariga qaytarish. Demak, D96ni ga kirib, mana hozir 0 turibdi. D96ni 1 qilib saqlasak, demak, kotyolda jamiki nastroykasi zavod parametrlariga qaytadi. Demak, hamma parametrlar zavod normasi bo'yicha qaytadan yoziladi. Keyin o'zingiz mana D nastroyka orqali keyin qolganlarni o'zgartirib chiqish mumkin. T7 haqida umumiy nastroykalar shu. Asosan kotyolda
quvvatini sozlash, nasosni ishga tushirish vaqti, keyin maksimal gradusni belgilash, zarur bo'lib qolganda D96 bilan demak zavodni nastroykasiga qaytarish funksiyalari ko'proq ishlaydi. Qolgan holatlarda nastroykalarda qolgan qiymatlarni o'zgartirish ko'p ham talab etilmaydi. Tavsiya bo'yicha davleniya 1,5 bardan baland bo'lsin, sababi qozonni umrini uzoq qilish uchun davleniya kerak, stabilizator kerak. Mana shu narsalarga e'tibor qaratasizlar. T7 bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Alloh qodir qilgancha tushuntirishga harakat qilib boramiz. Salomat bo'linglar.